boshqaga. Ha. Endi yoshligi biron bir gapingiz bo'lsa. Toshkentchami bu? Toshkentga kelganingiz Otabek Marg'ilonni olib kelib oladigan ekan. Avvalo rahmat shuncha e'tibor uchun Nosjon. Bu 8 yil bo'libdi, ko'pchilik bilmaydi yoshlar. Men tanmaydiganlar ham bo'lsa kerak. Biz kelgan payti 2017-yil. Mas'ud esingizda bo'lsa Muhammadjon yana 4-5 kishi bor edi-da, Tolibjon ham 11-kishi bo'lib ishga olingandim men. Muhammadjon bor edi eskilardan. 8 yil bo'ldi hazil bilan. Va bu 8 yil meni Shokirjonov bu tanishimga kunduzda juda katta o'rni bor bu. Haligacha to'g'risini aytish kerak. Butun O'zbekistonga tanishimda biz ham endi qo'limizdan kelguncha sidqi dildan ishladik. Juda ajoyib kollektiv, bunaqasi haliga bo'lmaydi, boshqa joyda topish qiyin. Men o'zi nima desam ekan, o'zimcha o'ylardimki, shu yerdan pensiyaga chiqaman endi. Shu kunduz qayergacha borsak endi umri uzoq bo'lsin. Shu yerdan endi otaxon bu haliga bo'ladi-yu, shunaqa bo'ladi. Yo'q, unaqa emas ekan. Sal hayotda o'zini nimalari bo'ladi deydi-ku. Xudo xohlasa boradigan joyini ishing qattiq yoqma deydi-ku. Men hammalarini yaxshi ko'raman, kollektivda ishlayman. Xudo xohlasa men sal yangilik bo'lyapti, sizlar eshikka bu haligi bo'lishi mumkin. Men Toshkentda ishlayman-ki, yangi Xudo xohlasa tez-tez uchrashib turamiz yana. Katta rahmat sizga. Sizni doim stolingiz bor bu yerda, shuni unutmang. Biz uchun doim Shokirjonovsiz. O'zligidan sizdan ko'p narsa o'rganganmiz. O'rgatganlaringizga rozi bo'ling. Rozi bo'ling. Hech yomon gapirmagansizlar lekin qachon men yomon gap eshitmadim bu yerda bironta kishidan. Haligi bo'lgani yo'q, hammasi chiroyli, kulturali bo'lgan, yaxshi ishladik. Nimalardir o'rgatdim, nimalardir o'rgandim o'zim. Xudo xohlasa hali kunduz olg'ada baribir. Rahmat. Xudoga Albatta. siz mana shu bilan eslab qolamiz. Eng zo'r kiyik mana shu bo'ladi. Bilasiz? Muhammadjon bir chetga qo'yib yuborasiz. Stand-up qilayotganda signal chalgan ekan. Помните? Aytibdilar, signal chalgan kimdir. Tak, bo'ldi. Men uni yechmasam hozir bo'lib ketdi.